Assalamu alaykum, dünyanın her qaysı joylarida yaşayotgan aziz vatandaşlar. Uyg'ur hareketi tashkilotining bilim kuch qarorlik to'r suhbatiga xush keldinglar. Ben Mukarram Qurban. Avval hammanglarga chin yurakdan salom yo'llayman. Bu suhbatimizda davoyimizga munosabatli uchurlar, yangi fikrlar, tarbiya ahamiyati bo'lgan muhim nuqtalar va izlanishlar haqida erkin ozoda suhbat olib boramiz. Tashviqot davoyimizga muhim omillarning biridir. Shu vajidan qilish tegishli bo'lgan barliq harakat planlarimizni to'g'ri tanlash, unumli yo'ldan tunib yetish, tariximizni o'rganish, siyosiy ong saviyamizni oshirish, shundaqla qanday qilib Xitoy hokimiyatining davoyimizga qarshi ilib berayotgan turli hujumlarga taqobil turish va vatanimiz Sharqiy Turkistonning amaliy ahvollari, Uyg'urlar uchrayotgan qatliamni xalqaro jamoatchilik anglitishda o'zimizni yetildirishimiz, bilim saviyamizni oshirishimiz hamda bilganlarimizdan kuch ilib bu muqaddas davoyimizni to'g'ri va keng ko'lamda ilib berishimiz kerak. Bu suhbatimizda yana muhojiratdagi Uyg'urlarni bir-biriga yaqinlashtirish va bu platform orqali vatan millat yo'lida fidokorlik qilayotgan barliq davo ahllarining o'z tajriba saboqlarini anglab, o'zaro erkin ozoda munozara ilib berishni maqsad qilamiz. Bugungi suhbatimizda hammamizga tanishlik bo'lgan Uyg'ur harakati tashkilotining qurg'uvchisi va yetakchisi hamda 2018 yil 15 mart kuni Uyg'ur tarixiga o'chmas iz qoldirgan, Xitoy hokimiyatiga qaqshatqich zarba bergan, ularni rahatsiz qilgan bir ovoz bir qadam harakatni vujudga keltirgan ham yetakchilik qilgan Ro'shan Abbos xonim biz bilan birga. Ro'shan Abbos xonim bu davoni oliy maktab hayotidan boshlab hozirga qadar davomlashtirib kelmoqda. Hurmatli Ro'shan Abbos xonim, qimmatli vaqtlaringizdan, jiddiy vaqtlaringizdan vaqt ajratib suhbatimizga kelib berganingiz uchun ko'p rahmat, xush keldingiz. Rahmat. Vaqt sababida sizga bevosita savol qilaman kerak. Hozir butun dunyo miqyosida Xitoy virusi sababidan uyda qamalib qoldik. Mushu jarayonda davoyimizni xalqaro anglitishni qanday anglitib keldinglar? Biz to'r dunyosidan unumli foydalanyapmiz. O'zimizningki jamoat taratquchilarimizdan munayda unumli foydalanyapmiz. To'r betimizda har kuni degidek bir maqol e'lon qilyapmiz. Buningda turkcha, ba'zida arabchaga tarjima qilyapmiz, ba'zida hatto xitoychaga tarjima qilyapmiz va bizningki press releaselarimizni davomli to'g'riga qo'yyapmiz. Bunimi press release'ni hech bo'lmaganda turkchaga tarjima qilyapmiz. Agar yetisha olsak, xitoycha, arabcha va boshqa uyg'urcha boshqa tillarga, hatto ispancha tarjima qilyapmiz. Bunun bilan dunyoning nurg'un joylaridagi asos qatlam xalqlarga Twitter, Facebook, Reddit, Pinterest, Instagram qatorliq Facebook qatorliq jamoat taratqullari orqali Xitoyning hozir bizning vatanimizda irqiy qatliam olib berayotganligini tunishtiryapmiz. Musulmon dunyosiga bo'lsa, Xitoyning islomga qarata jang etayotganligini, islom dinini yo'qotishga tirishayotganliklarini musulmon xalqiga bildirishga tirishayapmiz. Bu faoliyatlarimizning nihoyatda yaxshi unumi bo'lyapti. Chunki to'r betimizga kirayotgan ziyoratchilarning soni intayin ko'p va to'r betimizdagi bizning email adresimiz orqali biz bilan aloqalashayotgan qarindoshlarning intayin ko'p. Buning bilan bizningki to'r betimizda mush maqolalarimizni ko'rgan yoki Twitterda yoki Instagramda ko'rganlar biz bilan aloqalashib har turli to'rda panellarga, to'rdagi suhbatlarga bizni taklif qilyapti. Shunga har haftada degidek biz bir yo ikki o'rinda ba'zilari bilan oshkora, ba'zilari bilan faqatlanma shaxsiy bir 5 dan 10 gacha mo'yin bo'lgan odamlarga, ba'zilari hukumat xodimlari, ba'zilari tadqiqot organlarining xodimlari, universitetda ko'pchilikka qilayotganlarimiz public hamma ochiq to'rlarga, ommaviy to'rlarga qo'yib turib qilayotganlarimiz bo'lsa,
Amnesty'nin o'xshamagan yerlik chapterlari, yerlik bölümleri. Andan keyin Holocaust Museum'ninki cho'ng qirg'inchilik muzeyxonasining yerlik bölümleri degandek. Şu anda biz nayt aldirash bo'lyapmiz. Bundaqcha aytganda, biz uyda o'tirayotgan hozirgina 3 ayninki o'tirisidan alsak, hozir 6 ayninki oxiriga qarab mingyapmiz. 3 aydan oshdi. 3 aydan oshgan o'sha jarayonda endi biz shunchalik aldirash bo'ldi. Biz har kuni shanba, yakshanba, bayram, Eid bu kunlarda tamammasdan biz har kuni az deganda 12 saatdan 18 saatgacha ishlayapmiz. Şundaq biz bunu torda ko'ryapmiz, davomli xabarlar chiqib turyapti. Demak, sizlar hozir aslida bu virus sababli o'tirib qolmagan vaqtdikidimi bakarak jiddiy ish qilib yetibsizlar. Ishinglar utuq tilayman. Yaqinda sizlar tor orqali ikki qatimdek tarbiyalash kursi olib bordinglar. Bu qaysi mazmunda ham qaysi davlatlardan qatnashdi azaqqa uchib bergan bo'lsangiz? Bo'ldi. Aslida shu Xitoyning virusi bilan ammiya taqilib biz uyda o'tirib qolishninki oldida Yaponiyada bir Uyg'ur ayollarini tarbiyalash kursi ochmoqchi edik. Keyin Yaponiya dastlabki taqaldi. Eng oldida Yaponiyada tarqadi bu kasal. Xitoyga bu boshqa shuning bilan u chaqlarda boshqa taraflarda Yevropada yoki Turkiyada kasal yo'qdi. Shundan biz buni Yaponiyadakisini iptal qilib, amaldan qoldirib biz Turkiyaga o'tdik. Turkiyaga o'tkab, Turkiyada qilamiz deb tursak, angacha kasallanmaga tarqab ketdi. Shundan Turkiyadakini amaldan qoldirib, tor orqali Uyg'ur ayollariga o'sha biz Yaponiyada qilmoqchi bo'lgan, ya'ni Kanada, Amerika, Avstraliya, Yangi Zelandiya, o'sha inglizcha so'zlaydigan davlatlardagi ayollarni qandaq Uyg'ur millatining o'sha hozirgi xalqarodagi davosini qandaq qilganda texmi unumli el bag'ini bo'ladi degan mazmunda ayollarni tarbiyalash ibodi xonim qizlarimiz nihoyat yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Andan keyin ikkinchi qatimqisi Turkiyadagi yoshlarni ularning talabiga asosan tor bexatarligi va o'sha jamoat taratqulardan qanday qilib unumli foydalanish, nimalarga diqqat qilish, nimalarni qilish, nimalarni qilmaslik, qanday qilganda texmi ko'p kishilarga to'g'ri mesaj, to'g'ri uchur berib, ularni o'zimizning sepimizga qaytib, texmi bir da'vo sepimizni kuchlantirish, ya'ni Uyg'urlarlar emas, boshqa millatlarni qanday qilib yana da'vo sepimizga kirish. Shu taraflarni ondan keyin hukumatlarga, hukumat arboblariga, hukumat xodimlariga, millat vakillariga, congressman centerlarga qanday qilib xat yozish, qanday qilib nimani talab qilish, shu taraflardan o'rgatish ibodi. Demak, sizlar bu da'vo ilib berishlar bilan yana xalqimizni tarbiyalash, yoshlarimizni tarbiyalash bu nuqtada munoyati chiqishlarni qilibsizlar. Inshaalloh shu kurs qatnashgan shu ayollarimiz, xonim qizlarimiz, yoshlarimiz bu o'rganganlarini da'vo yo'lida ishlatgan bo'lishini umid qilamiz inshaalloh. Inshaalloh. Hozirgi vaziyatga qaraganda bizning ham teshig'i chiqib qilmoqchi bo'lgan planlarimiz, faoliyatlarimizni ilib berish to'g'ri mumkin emasdek turadi. Uning uchun sizlarning bundan keyin axborot sohasida olib boradigan bir kurslar yoki faoliyatlar bormi? Shundoq, biz shu oldimizdagi 27-sida shanba kuni Yevropa vaqti, bizning aytgan Washington vaqti, o'zimning bildigan vaqtimnikida soat 7da, bizning Washington vaqti aytgan soat 7da, 7dan 10gacha 3 soatlik Yevropadagi xonim qizlarimizni, ya'ni shu da'voda yetaklash, tarbiyalash, andan keyin ijtimoiy taratqularni unumli foydalanish, to'g'ri bexatarlik, telefon va kompyuterlarni ishlatgan vaqtimizda qanday qilib Xitoydagi hakkerlarning hujumlaridan o'zimizni qo'g'dash deganga o'xshash o'sha bilimlarda yana bir qatim tarbiyalash boramiz. Undan boshqa yana oldimizda universitetlarning talabiga asosan elib berayotgan bir qancha yana shundaq
şu sözleş panel conference yığınımız var. Birisi ete üniversite Pennsylvania Üniversitesi'nin okuyucuları ve kızkarlık yeri biz bir avaz bir kademnin hareketini dünyadaki hanım kızlar bilen birlikte dünyayı tanıtkandık ama naite udul kep kalgan halda ular bilmegen halda bu okuyucularının dünyadaki azap çekivatkan milletlerge yardım kılış için bir project teşkillep okuyucular özleri ulan koygan ismi One Voice One Cause bir avaz bir dava. Ular o isimni koyup andan keyin One Voice One Step diye bizden bir avaz bir kademni köygendiki özlerine ait kızık tuyuptu. Bir tört şu projektning liderleri bu isimni aitti. Yakınlık isimken One Voice One Step, One Voice One Cause dep bizniki isimlerimizni maskepti dep. Şu okuyucular bilen birlikte aldığımızda bir qancha faaliyetlerini elip barmoqchi. Andan keyin men şu fursatdan foydalanıp dünyadaki Uygur ayollarımızga bir narsani bir rica qilay deyman, bir talab qilay deyman. Çünkü biz şu uyda solnap qilishmish Xitoy virusi bilan hammaga taqalgandan keyinla biz Torda, Instagramda Women of East Turkestan, yani Sharqiy Turkiston hanım qizlari degan ismda bir Instagram beti ochgandik. Bu betde Uygur ayolları özününki xalıgan kallasiga kelgan narsadan ikki nuqtani, yani onunla aslında eğer bilemey qalsa deb bir ikki savolni evatib bergan boldik. Ama bunun yaxshi bir ichki dunyosi, ayollarning ichki dunyosi, sirtqi go'zalligi, rasmi bilan ba'zilar o'zining rasmini qo'yishni xohlaydi ekan, ba'zilar xohlamaganlar boshqa narsalarni qo'ysin bo'ladi. Bir kitob o'qiyotgan yoki kayni yoki bo'lmasa qo'li deganga o'xshash yoki qahva ichayotgan degandek yuzini ko'rsatmay faqat bir Sharqiy Turkistonlik bir ekanligini chiqadigan yoki bir do'ppa deganga o'xshash. Ammo shuning bilan bir Uyg'urlarning ichki dunyosini bir bildiryapmizda. Buningga chet elliklardan qiziqish intayin kuchli bo'lardi. Chunki Uyg'urlar desa Uyg'urlar zodi shu bizning vatanimizni tatib oldi. Biz Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qilyapmiz. Hammamizning dardimiz bor. To'g'ri tuqqanlarimizni tutib ketdi. Hozir kim bilan so'zlashsa Uyg'ur degan ismni to'g'ri solsa hamma yerdan chiqadigini shu echinarlik bizniki shu ahuzorimizlar. Ama biz bu Sharqiy Turkiston hanım qizlari degan Instagram beti bilan şu Sharqiy Turkiston xalqining ichki dunyosini, ularning insoniy qimmatini, ular uchun nima muhim, ota-onasininki qaysi tarafi shularga ta'sir ko'rsatgan, qanday qilib o'sib yetilgan, o'zining mijoz xarakteriga eng kuchli ta'sir ko'rsatgan nima omil deganga o'xshash narsalar bilan Uyg'ur degan millatni tuzuk bilib yetmagan, tushunmagan, o'qimagan, faqat Xitoy bularning zaminini egallab 3 million Uyg'urni jazo lagerlarida so'layapti. Andan keyin hozir qul qilib ularni ishlatib yetibdi deganga o'xshash chiqayotgan xabarlardan boshqa Uyg'urlar to'g'risida tuzuk bir nima bilmaydigan xalqlarga bu bek qiziqarli bilinyapti. Biroq hozir shu yaqinning yog'i sal to'xtab qoldi, chunki biz tonish bilishlarimiz biz bilib so'rab sen menga bir javob bergan bo'lsang deydigan xonim qizlarimiz asosan endi shunga endi biz mening rejoyim o'sha programmamizni ko'rayotgan xonim qizlar shu betimizga chiqib yoki bizning to'r betimizda email adresimiz bor contact@campaignforuygurs.org degan yoki Instagramda shu Women of East Turkestan, yani Sharqiy Turkiston hanım qizlari kiribla aşağıda mesaj yazsın bo'ladi yoki Facebookda bizning Campaign for Uygurs'niki Facebook mesajiga nima Campaign for Uygurs'niki Facebookda uchur yozdigan yeriga shaxsiy uchurga yazsın bo'ldi. Bir aloqalashgan bo'lsa ham shunga bir ovoz qo'shib bergan bo'lsa. Chunki bu Uyg'ur millatining davosini tonutishda Uyg'ur millati qanday millat buni dunyoga bildirishda yaxshi rol o'ynaydi.
Demek avval sizin deganingizda sizlarning o'sha atbag'an bundan keyingi planinglarda inshaalloh shu planlarning yaxshi amalga oshishini umid qilaman. Hamda o'sha oldimizga kelib atbargan bu ayollarni tarbiyalash kursida boshqalar yana ixtiyor qilganlar qatnashsa bo'ldi. Shundaqmi? Shundaq. Buniki Yevropada bo'lg'achqa Yevropada bak til bak masalan Germaniyadagilar germancha biladi, Hollandiyadagilar Nederlandcha biladi. Shuning til bakning bo'lib ketadi ekan. Shuni biz bo'lib qildinglar. ikki programma yetakchisi turkcha qiladi. Çünkü Avrupa'da köpleri Türkçe biladi. Eğer yardım lazım olsa Türkçe bilmeydiganlar bo'lsa Uyg'urchaga tarjima qilib berdim. Bizning bu campaign Uyg'urskiga Julie ingliz so'zlaydi, Uyg'urchaga tarjima qilib berdi. Shuni tili hamda shu Uyg'urcha bilan Turkcha. Shuni xohlagan kishilar biz bilan aloqalashsa bo'ladi, qatnashishni xohlaganlar. Chunki bu to'g'rida bo'lgandan keyin uningki son cheklamasi yo'q. Qanchalik odam qatnashimiz bo'ladi. O palitinlarım aldığımızda yaptığındaki 27. iyuldaki onu tutuklayman hem de etki. O balalar, yaşlarla kıldığan bir avaz, bir dava. O paliyetimi tutuklayman. Ondan keyin sizin azı deginizden Şarkı Türkistan hanım kızdır diye sahipse bunun da özünün balalık vaxtidagi bir iş. Mesela hatta balalarımızı depbergen bir hikayemizni, şu hissiyatımızı ifadesimi, şunu yazıp kısmı bir yani özümüzü tanıtkan buldu hem de onu Uygurca yazsak, onu İngilizce qanday buldu deb hem qılmasımı gerek. Sana tercüme qılğanlar var deb oylayman. Şunlara anlatılgan bolğan ekan. Hatta Xanzucha yazalaydiganlar, Xanzu tilida, Xitoy tilida yazıldı, Uygurca yazıldı, Türkçe yazıldı. Qaysi til asan kelsa shu tilda yozib bersa, hatto germancha olsin bo'ldi, chiqib qaysi til bo'lsa bo'laverdi. İnşallah shu xabarni, shu programmamizni ko'rgandan keyin hanım kızlarımız aktif bir hareketga kelib, bunun bir to'liqlar inşallah. Hozir men sizdan bir hadingiz to'g'riliq bir uchur savol so'ragan bo'lsam, 5-ayning 29 kuni Erkin Osiyo radiosi 21 aydan buyon izlariga ilinmayotgan doktor Gulshan Abbosning tutqun ekanligi dalillendi degan bir maqolani, xabarni berdi. Bu to'g'riliq sizning bir o'ylaganlaringizni bizda o'rtoqlashgan bo'lsangiz. 22 ayga yaqin vaqt mağmıgan yolumuz, qımmagan faoliyetimiz qamidi endi hadam to'g'risida. Chiqmagan matbuot so'zlamagan yerim qamidi. Har qanday namoyish qilsam, hatto yig'inlarga borsam, safarlarga borsam hadamning rasmini bo'ynimga esib yurdim. Ashuncha bola qilib bir eg'iz zuvan chiqmagan Xitoyning ama şu Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bölümüge bunun da ben aitdi. Çoğunqur bir rahmetimni ve hürmetimni bildirmen. Muhterem Şöhret Uşur efendim bek köp tırışçalık gösterdi bunun için. Aylarca, hatta yıllarca tırışçalık gösteriş. Nurgun qetimlab telefon qilish, nurgun qetimlab izdirgini surishti qilish bilan eng oxiri adamning shu doktorxonasidagi bir Xitoyning og'zidan, birisining og'zidan tutqun qilindi degan bir yig'iz gap chiqdi. Buning bilan bir yoqdan ochig'im kelsa, nima degan bir sharafsiz bir bu hukumat emas, bir diktator hukumatining kichikkina bir rajoni bo'ladi, kichikkina bir qonunni hurmat qilmasimi, nomus qiladi. Ammo Xitoyda u narsa yo'q. Xitoy hukumatida hech qanday bir insoniy bir biz paraz qila oladigan bir huquq yo'q. Bu misol mening hadamdek bir hech qanday bir ishga aralashib boqmagan, o'zi shunchalik bir oq ko'ngil, bir eg'iz ortiq gap qilmaydigan. Hatto men chaqchaq qilib deydim. Ba'zilarni 10 eg'iz gap qilsam, bir eg'iz gap chiqadi bu kishidan desa, mening hadamga 20 eg'iz gap qilsa, singadi bir kulib chiqadi deydim. Bir kulib qo'yatdi. Bir eg'iz ortiq gap yo'q. Bir ortiq ishga aralashmagan birsini mening shu faoliyatlarim sababli tutib ketdi. Ya keskin yo'q, ya nadligini bilmaymiz. Bir yerlarda azab chekayotgani aniq. Bizga kelgan birdan bir xabar mana bu shu. Endi Alloh, Janobi Alloh mening hadamni sog' salomat, mushu azab uqubatlar
aşı karanlık zindanlarda şunu yenidigan sabır ata qilsin deb tilayman. İnşallah mush qilayotgan faoliyatlarimizning natijasi bilan Xitoyning beshini yeydigan kunlarga oz qolgandi. Endi umid bizda qolgan shu anda Allohninki bizga cho'qim bir kun ozodlik keladiganligiga ishonaman. Shu umid bilan yana achchig'imni, hadamga bo'lgan seg'inishimni kuchga aylantirib, shu to'xtamay qilayotgan faoliyatlarimizni haslab davom qilamiz. İnşallah mush qilayotgan barliq faoliyatlaringlar bilan ham boshqa tashkilotlar, shaxsan qilayotgan barliq faoliyatlar natijasida gunohsiz tutilgan Gulshan Adam va Gulshan Adamga o'xshash gunohsiz tutilgan shu millionlarcha qon qarindoshlarimizning shu Xitoyning inson qiyliqidan chiqqan zulmlaridan patroq ozodlik chiqishini, erkinlik chiqishini umid qilamiz inshaalloh. Bu kunlarmi keladi deb umidda yashayotimiz. İnşallah. İnşallah. Uyghur Hareketi Teşkilatımız bir iki yıldan bu yan özünün qilayotgan iş faaliyetleri, canlı, ünümlü iş faaliyetleri bilen halkımız içinden emas, bütün xalqaradımı güçlü bir dikkat itibarını hem itiraf qilishga erishib kelib, to'nilib kelmoqda. Bu Xitoy virusdan oldi keynida siz ilib berayotgan axborot asosida ilib berayotgan faoliyatlaringizda bir hujumlar uchurdinglarmi? Hujumlarning natijasi qanday bir ta'siri bo'ldi, ya'ni sizlarga, xolitinglarga? Biz endi bu Uyg'ur harakati tashkilotini shu Xitoyning jazo lagerlari avjiga chiqqandan keyin shu 2017-yilning oxirlarida 2017-yil 4-oydan boshlab nurg'unlagan kishilar jazo lagerlariga elib ketildi. Matbuotlarda buning bir nimasi chiqmadi. Endi matbuotlarda biz e'lon qilg'izamidik. Hatto shu vaqtlarda biz Amerikaning hukumat o'rinlariga berib, Xitoy bizning 1 million xalqimizni tutib ketdi, jazo lagerlariga akir ketdi degan vaqtimizda bundaq oshirib etmanglar degan o'rinlar bu. Shu vaqtlarda shu vatandagi xalqimiz uchrayotgan zulmni bir maydonga chiqish, millatimiz uchun texmi qo'limizdan ko'proq keladigan ishlarimizni texmi bir tashkiliy holda elib berish uchun biz Uyg'ur harakati tashkilotini qurib chiqqandik 2017-yilda 9-oyda. 2017-yilda 10-oyda og'izgandik. Shuning bilan endi biz boshdan oxir hech nimaga pisand qilmay, kimdan qanday hujum kelsin, kim nima desin, ishimizni ichimizga tiqiblanma Alloh rizosi uchun vatandagi shu xalqimizning jig'izorining aşı nalı feryadının biz avazı buluş için şu vatanımız Şarkı Türkistan'ın azadlığı için bir toğra niyetini ko'nglimiz püküp aşının bilen beşimizni içimizge tıqıpla hizmetimizden qilib bunun bilen nayet yaxshi natijalarni qo'lga keltirdik. Demek Xitoy düşmanini yaxshi tanıydik. Bunun bilen bizningki atkan o'qlarimiz nishonga tegdi deb o'ylaymiz, ammo Xitoyning nurg'un hujumlarga uchirdik. Masalan, tor betimizdan butunlay barbod qilibdi. Barbod qilgandimi, mundaqdan bir hakerning hujum bilan buzib tuvatmidi. Bütün shu saqlaydigan hamma narsani buzib, saqlig'inimi bo'lmay, biz noldan boshlab 1 yil bo'lgan vaqtimizda tor betimizni butunlay noldan boshqadan qurib yasab chiqdik. Ondan keyin Türkçe Twitter'imizni ayt yaxshi xizmat qilayotgan. Qisqagina mesela o'tgan yil 9-oyda ochgan to'xtadi. 9-oydan hozirgacha bir yilga yetmagan vaqt ichida 2000 ga yaqin agash kuchlari bo'lgan. Shundaq yaxshi xizmat berayotgan. Bizning Twitter'dagi Türkçe va Xitoycha hisobotimiz ikkilisi taqilib ketdi. Taqilib ketganda qayta ochdik. Uni bizni to'xtatib qolamaydi. Shuningga onun qarindoshlarimizni qo'llab, yana agishib, yana bizningki agash kuchlarimizni oshirib berishni umid qilamiz. Hozir Türkçedimi, Uyg'ur harakati, undan Xitoychadimi, Uyg'ur harakatiningki Chinese deb, Xitoycha deb ikki akkauntimiz bor. Ispancha akkauntimiz hatta.
Bir hareketi İspanca akantımız, anandikin İngilizce Twitter'da 4 akantı faaliyet kıvattımız. Ana ondan başka yana Xitay bizni Xitay'niki Xalq gazetida anandikin Global Times deganda net chiqdim aqadan bizga hujum qildi. Ondan başka yana bir Gana'da chiqadigan Afrikaning bir yerda chiqadigan bir gazetiga ashunday Uyg'ur hareketini bizni og'ziga ilib, uning shunday bir hujum qildi yana. Demak, bizning qilayotgan faoliyatlarimiz unum berib deb o'ylaymiz. Shundoq, shu sizlarning faoliyatingiz unumi bo'lg'achqa, o'zini biz hammamiz bu Xitoy millatini, Xitoy hukumatini bizdek taniydigan bir millat bo'lmasligi mumkin. U qadar bilamizki, qog'oz yo'lbars deymiz, ham hilmikerlik. Shuna aşı sizlarning qilayotgan faoliyatingiz jon yeriga tekkanlik uchun hech bir usul tanlamay har tarafdan hujum berib o'tibdi. Demak, bu muqaddas davoyimizga ega chiqish uchun, jon vatanimizning mustaqilligini qaytarib kelish uchun hammamiz har tarafdan ish ilib berishimiz, ham ish ilib borgandan o'zimizni har tarafdan tarbiyalashimiz, yetildirishimiz kerak. Masalan, hech bo'lmaganda ijtimoiy axborotni qanday qo'llanish, dünya siyasetini öğreniş, özümüzün tariximizni bilish, yani bu taraflarni özümüz yetildirishimiz kerak ekan. İnşallah mush qilayotgan barliq faoliyatlarimiz bilan shu zulm ichidagi xalqimiz uchun bir foydali bo'lishini umid qilamiz. Bugungi suhbatimiz mushaygicha bo'ldi. Sizning qimmatli vaqtingizni vaqt chiqarib qatnashganingizga rahmat. Bu suhbatimiz orqali ko'rarmanlarning bir uchurlardan xabar bo'lgan bo'lishini umid qilamiz. Əmsə, kilaqetimli program görüşükçə sizmi, həm barlıq vətəndaşlarımı Allah'a emanet. Rəhmət, Allah'a emanet. Dedim ötkürnüme, dedi kulumdur. Dedim satar mısın? O dedi yapayım.